Bugun mamlakatimiz yoshlari yangi O'zbekiston taraqqiyotining yetakchi kuchiga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining litsenziyasi asosida dastlab institut maqomida faoliyat boshlagan. Bugun esa nufuzli oliygohlar safidan joy olgan. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti hayotida unutilmas kun. Maskanda ilk bitiruvchilarga diplom topshirishga bag'ishlangan bayramona marosim bo'lib o'tdi. 2022 yil 5-sentyabrda tashkil etilgan Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti qisqa fursatda ulkan yutuqlarga erishdi. Bugungi kunda Ziyo maskanida 11 mingga yaqin talaba 16 ta bakalavriat va 3 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha ta'lim olmoqda. Zamonaviy 3 ta o'quv binosi, to'liq jihozlangan laboratoriyalar, shinam talabalar turar joyi va xalqaro hamkorlik aloqalari bularning barchasi bugun o'z mevasini berdi. Bu yil 9 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha 850 nafar yosh mutaxassislar universitetni muvaffaqiyatli bitirishdi. Toshkent iqtisodiyot pedagogika universitetida bugun 9 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha 850 nafar bitiruvchilar mavjud bo'lib, ularni muddatidan avval 671 nafari 79% ish bilan ta'minlangan bitiruvchilar hisoblanadi. Bitiruvchilarni 100 ga yaqini 3 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha tahsil olish niyatini bildirgan. Ularga imkoniyat yaratish maqsadida universitetda mana shu bitiruvchilarni milliy va xorijiy darajadagi til bilish sertifikatlarini olishga ham muhim e'tibor qaratilgan. Universitetni a'lo baholarga bitirib, o'zining ilmiy va ijtimoiy faolligi bilan barchaga namuna bo'lgan holda O'zbekiston Prezidenti davlat stipendiyasi sohibasiga aylangan Dinara Yusupova o'z oldiga katta maqsadlar qo'ygan. Iqtisodiyot fakulteti bitiruvchisiman. Bugungi kunda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lmoqda bizning universitetimizda. Shu kunga qadar men ustozlarim bergan bilimlar tufayli prezident stipendiyasini qo'lga kiritdim va o'quv jarayonida til sertifikatlari bir necha yutuqlarga erishdim. Albatta ustozlarimga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Ilgaridagi rejalarim, xudo xolasa, magistratura o'qish niyatim bor. Tadbirda bitiruvchilarning asosiy qismini tashkil etuvchi pedagogika, iqtisodiyot va axborot texnologiyalari sohasi vakillari kelajak rejalari bilan o'rtoqlashishdi. Qo'llarida diplom, qalblarida kelajakka bo'lgan ulkan ishonch bilan katta hayotga qadam qo'yayotgan yosh mutaxassislar yurtimiz ravnaqi yo'lda xizmat qilishga shay.